La 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 la. Bo'ldi. Barchaga salom. Sizlar men yo'qsa Minecraft bizning yeni videomizga xush kelibsizlar bola. Короче, bugun juda ham sovuq bo'lib turibdi. Bola juda sovuq. Endi o'ta sovuq emas, lekin nimagadir bugun ancha sovuq bo'lyapti. O'shunga pechkalarni ham yoqib qo'ydim. Va endi biz qishloqlar oldi borib kelishim kerak edi. Buni yoqqani kelgandim. Короче, juda ham issiqni olganman. Judayam sovuq qoraylik. Zo'r. Qishloqlar yaxshimisizlar? Yaxshimisan, Oqson, yaxshimisan? Короче, kiyimlarimni hali ham olib kelganim kiymadinglarmi? Hisoboy, biz sovqotmayapmiz. Men sovqotasizlar, ko'cha shunchalik sovuq bo'lyapti-yu. Nimaga sovqotmaysizlar? Qaranglar, bu ustinglarda hech nima yo'q. Voy, sovqotasizlar, kurtka yo'q. Mana menda kurtmasa, issiqroq kiyimlar bor. Sizlar ham kiyib olinglar mana uni. Biz sovqotmaymiz, ana ustimizda shapka turibdi-yu. Qanaqa shapka bu? Prosta yangi yilga oddiy shapka bo'lsa, bu vaqti isitmaydi ham. Yo'q, hisoboy, biz istaydi bu. Yo'q, voy, isitmaydi. Iltimos, kiyib olinglar. Ertaga og'rib qolsanglar meni chaqirib kelasizlar. Yo'q, biz og'rimaymiz hech qachon. Mana shu yerda o'tiribmiz-ku. Mayli, men olib ketyapman bo'lmasam. Ruxsat bersanglar mana bularimni. Mayli, olib ketaver. Xo'sh, hozir ana va xo'sh, mana хорошо. Bo'pti, mayli, qishloqlar. Sovuq. Xo'sh, hozir o'zlar qishloqlar o'zlari xohlashmadi. Mayli, o'zlari bilishadi. Ana aytganlarga pushaymon yeydi. Biz hech qachon sovqotmaymiz, to'g'ri qishloqlar? Ha, biz hech qachon sovqotmaymiz, lekin azizga sovuq bo'lyapti. Men ham sovqotyapman. Hozir bu kompyuterda ko'raylikchi. Kompyuterda birorta narsalar bor. O'shalarni ko'rib o'tiramiz. Balki birorta qiziqarli narsalar borda o'shanda isib qolamiz. To'g'ri aytasan. Qani ko'raylikchi nimalar bor. Mana bosizlar ekan. Qani ko'rishlaysiman. Menga hech qanday qishloqlar teng kelolmaydi. Men juda ham baquvvat qishdami, qordami, limboy joyda yuraveraman, chunki men juda ham kuchliman. Tushunyapsizlarmi? Men oldimda hech kim emas. Bugungi maqsadimiz videomizda shu suvga sakrash. Hech qanday qishloqlar bu suvga sakra olmaydi. Chunki u hammasi lo'qdir. Hozir men sizlarga sakrashni o'rgataman. Qarab turinglar hozir va o'rganinglar. Hozir sakraymiz. Ko'ryapsizlarmi? Hech kim bu ishni qila olmaydi. Agar qilorsangiz sizlarga 1 million so'm beraman. Baribir qila olmaysiz, shunchalik harakat qilmay qo'yavering. Baribir 1 million so'mni yuta olmaysiz, sababi qila olmaysiz. Kommentlarda kutaman. Juda ham zo'r video ekan. Bu juda zo'r video ekan. Menga ham. Davay qilib ko'ramiz. Qilib ko'ramiz. Biz bundan ham zo'rroq qilib ko'ramiz va 1 million so'mga ega bo'lamiz. Tezroq qilib ko'raylikmi? Tezroq ketdik. Men juda ham shoshilyapman. Ketdik tezroq. Zerikib ketdim уже. Bolalar qishloqlarga juda ham achinib ketyapman. Mayli, karomat aytib ko'raylik. Yana yorib qolsa, yana men yordam berishimga to'g'ri keladi. Shuncham qishloqlarda chaqiraylik, qishloqlar desam, qani qishloqlar? Faqat ko'chaga chiqib ketishmadi, iltimos. Sovqotib qolishmadi. Qishloqlar, siz nima? Qishloqlar nima bo'ldi sizlarga? Bizga hech narsa bo'lgan yo'q. Nima hech narsa bo'lgan yo'q? Bizga hech narsa bo'lgan yo'q. Biz prosta mana bu joyda cho'milyapmiz. YouTube'dan ko'rib qolgandik. Bitta juda ham kuchli qishloqqa suvni cho'miribdi. Shunaqa gradusda. Voy, jinnilar. Sizlar muzlayapti, qarangmi uni. Muzlab qolding qishloqqa. Yo'q, men muzlagan yo'qman. Qanaqa muzlagan yo'qman? Men muzlagan yo'qman. Voy, qishloqqa chiq, hozir muzlab qolasan hammang. Yo'q, men muzlamayman hech qachon. Ko'rmayapsanmi, men issiqraman. Voy jinnilar. Qishloqlar chiq. Chiqinglar, iltimos. Qarang, bu muzlab qolishdi hamma. Iltimos. Yo'q, men chiqmayman. 1 million so'm tushib kerak, YouTube'dan ko'rgandim. Bilganinglarni qilinglar, men ketdim. Qishloqlar o'zlari bilishadi. Qaranglar, уже muzlab qolishdi.
mayli aytsam aytdim, lekin o'zlari quloq solishmadi. O'zlari bilishadi, mayli, men ketdim. Oh, o'zi ham juda ham bunday qilib keldim. Qarachi, o'sha omborxonaga kelib, narsa olib qarachi narsalarni bir narsa qildim-da, qarachi. Mayli, bo'lsam uyimga ham ketdim. Nima? Qishloqlar, nima bo'ldi sizlarga? Qishloqlar hammasi muzlab qolibdi. Qaranglar bolalar, hamma qishloqlar muzlab qolibdi. Hozir to'xtab turinglar, nima qilsam bo'ladi? Hozir nima qilay? Nima qilsam bo'ladi? Nima olib keling? Yo'q, bo'lmaydi. Hozirroq doktorga qo'ng'iroq qilishim kerak, tezroq bo'lishim kerak. Doktorga qo'ng'iroq qilay. Yaxshimisiz, doktor? Ha, yaxshi. Qishloqlar yaxshimisizlar? Yaxshi. Rahmat Ustoboy. Sen bizni qutqarib qolmagan edi. Biz allaqachon muzlab olgandik. Mayli, hech qisi yo'q. Sizlarga tort olib keldim aytgancha, mana sizlarga tort. Buncha shirin tort. Qarachi, doktor, qachon bular tuzaladi? Xo'sh, yana bir hafta yotsa, o'z holiga qaytib qoladi. Nima bir hafta? Biz bir haftagacha kutolmaymiz. Men kutolmayman. Yana orib qo'yginglar kelyaptimi? Yo'q. Bo'lmasam, qarachi, hozirroq bunday qilinglar. Qarachi, yotinglar, qarachi, qanday? Yotinglar. Bo'ldi. Mayli, hozir kelaman. Bo'pti, sizlar yeb turinglar moni. Men obunachilarman, xayrlashib kelay. Bolalar, video yoqqan bo'lsa, obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Keyingi videomda ko'rishguncha, bolalar komment ham yozib qo'yinglar, iltimos, juda ham muhim. Mayli, bo'pti bolalar, sizlar ham yoqsa bo'ldim. Keyingi videomda ko'rishguncha.